Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zbekiston fuqarolari tayyor turing. O'zbekistonda hozirgina dahshatli zilzila yuz berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Afg'onistonda sodir bo'lgan dahshatli 6 ballik zilzila kuchi afsuski O'zbekiston Respublikasiga ham yetib keldi. Zilzilaning kuchi O'zbekistonning 10 ta viloyatida sezilgan. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchlari: Surxondaryo viloyatida 4 ball 206 km, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida 3 ball 423 km, Jizzax, Sirdaryo, Farg'ona, Navoiy, Toshkent shahrida 2-3 ball 550 km, Namangan va Andijonda ham 2-3 ball 564 kilometrda yuz bergan. Magnitudasi 6 ball, chuqurligi 105 km. Epitsentri Tahron, Afg'oniston deyiladi ma'lumotda.